Salom azizlarim, hormanglar. Yaxshimisizlar? Polnoluniya 29-iyulda Alenia polnoluniya deb nomlanadi. Bu polnoluniya o'z nomi bilan обновление, полное восстановление. Kuchsiz, og'ir mehnat, og'ir испытаниyalardan keyingi holatda восстановление силы, kuchlarimizni tiklanish, energiyamiz qaytishi va hayotimizning yangilanishi ramzi bo'lib xizmat qiladi. Bu polnoluniya. Xo'p, polnoluniya bizni nima kutmoqda? Ko'ramiz. Четверка жезлов, башня, сила, колесница, звезда, двойка мечей, туз чаш, король чаш, шестерка жезлов, тройка чаш, четверка чаш, шестерка мечей, рыцарь мечей. Demak, обновление jarayonida bizni yangi energiyalar kutmoqda. Eski holatimizni nolga tenglashtirib, kolesnitsa orqali oldinga qadam tashlash, o'z orzularini amalga oshirish. Ikkilanish bo'lmaslik kerak, faqat oldinga intilishimiz kerak. Juda qattiq hozir ikkilanishda, qanaqadir michevой energiyadasizlar, logikani yo'q qo'ygansizlar. Yo'q, уже bu yog'iga qalbingizni yaxshilik, ezgu niyatlarga, pozitivga to'ldirib, faqat oldinga baribir mech turibdi-da. Oldinda sizni aldov kutyapti. Ritsar mechey bu прошлое отношениядagi insonmi, o'zinglar bilasizlar. Ehtiyot bo'linglar degan maqsadda oldinda aldov kelyapti. Qabul qilinglar.